O'sha kun keldi, konsertingiz boshlangan, zal to'la odam, men ham shu zaldaman. Onajonim istaganidek sahnada siz kuylayapsiz. Hamma shu yerda. Faqat endi hamma shu yerda bo'lgan zalda onam yo'q. U kishi konsertingizdan bir necha kun avval bu olamni tark etdilar. Meni dunyoni tashlab ketdilar. Anvar ukajonim, ozgina xatingizdagi quvonchli voqealarga xayr-xoh o'qibman, ma'zur tutasiz. Avvalo Alloh sabr bersin. Biz Ozoda opa, bugun konsertga men yig'lagani keldim. Qo'limdagi ikkinchi bilet esa onam uchun. Ularning o'rinlari bo'sh turibdi. Ana ko'ring. Konsertingizga qalban onam bilan birga kirdim. Onam jisman shu yerda bo'lmasa ham, ruhan shu yerda. Opajon, sizdan iltimos, onasi yo'qlar uchun ham qo'shiq kuylang. Mening onam uchun qo'shiq kuylang.